Adam Amerikaga ketolmayman. Bu yerda bo'lajak erim bor. Kelsangiz sizni ham tanishtiraman. Tushunarli. Soat 2da Toshkentda bo'laman, kutib olarsan. Xo'p. 2 soatda qatdan yer topaman. Bo'ldi, Sinem, sizdan 200 ming bo'ldi. 100 mingdan qo'shib berasiz Ukramga. Hozir. Qarang. 2 soatga erim bo'lib beramisizmi? Nima? Eringiz? Yo'q, men uylanmaganman, Mashinangiz bormi? Yo'q. Uyda haydamayotgan jentram bor, o'shani berib yuboraman. Nima? Jentra? Aldamayapsizmi? Faqat Malibu bar bilan Amerikaga taqib berasiz, xonmi? Roziman. Faqat ustingizni alishtirishimiz kerak birinchi. Ustimga nima qildi? Kecha olganman, yeb yengi. Ko'p gapirma, yur. Bitta qaydi? Yana ikkita kiyim olaylik. Xo'p. Voy, xavotir olmang, pulni o'ylayotgan bo'lsangiz. Do'kon oti nima edi? Snops. Shu do'konda hamma kiyimlarga 30% chegirma berilgan ekan. Hozir so'rab keldim. Chegirma berilmayotgan bo'lsa ham olib berardim. Rahmat kerak. Yaxshi keldingizmi aka? Ada? Sen chiqib tur, kuyov bilan gaplashib oling. Xo'p, bo'ladi, ada. Shunaqa gaplar. Tirishqoq bo'laman. Xullas kelajagim bor. Qizimga sizdagi bola nasib qilganidan xursandman. Bonu! Nima deding? Hech narsa deganim yo'q. Qizim, kuyov menga yoqdi. O'zi kelishimdan maqsad kompaniyamni kuyov nomiga o'tkazmoqchiman. Nima deysiz? Farqi yo'q. Yo'q, ada, kerak emas. O'zlarining ishlari bor. Ulgurmaydilar. Ulguraman. Ulgurmaysan. Ulguraman. Javob, Adajon. Ha, ulguraman deyapti-ku. Hozir dokumentni olib chiqaman. Qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Yo'q, olib chiqmaydi, kerak emas. Olib chiqing. O, jentradan quruq qolasan. Jentrang boshingda hozir meni kompaniyam bo'ladi hozir. Olib chiqing. Kuyov, tabriklayman. Uyaltirmish degan umiddaman. Ada, umuman uyaltirmayman. Hozir tashqariga chiqishimiz bilan nomga o'tkazib berasan. Yebsan. Mayli, men bora qolay Adajon. Mayli, ko'rishamiz. Endi g'ulom emas, g'ulomboy bo'ldi. Bizga xabar kelib tushdi. Siz nomingizdagi kompaniya tomonidan 1,5 million dollar noqonuniy pul o'zlashtirilgan. Biz bilan ketishingiz kerak. Qanaqasiga xos xo'jayin bo'ldimi? Bizga ham hozir kelib tushdi bu narsa. Ketdik. To'xting. Shu bo'yicha bu to'xting. Bo'yniga yomoyli bordik-a. Hozir ikkalamiz ham qamalib ketardik. Sen asabiylashib bera olmayapsan. Siz ham odamga o'xshamayapsiz. Mana kraftingizni qarang. Ketadimi bu ish qilib? Qotib qol. Salom, keling salom, kuyov bolaga. Salom. Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Menga qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman dedi. Jiya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima unda bo'lyapsan, ha? Dada. Oyim qilgan banni xalat kiyib olibsiz, tentakmisiz? O'sirda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Yo'q, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shinga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastri bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Qunchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qayerdan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, parkingkasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo'q.
Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta ko'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam pam. Kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay bahor omadim, ay bahor omadim. Gapiroq. Moshinam turist o'tiribdi. Shahar aylantirlarning pulingni beraman deyapti. Salgina bo'lsa inglizcha bilasan-ku, yordam ber. Good. Nima? Ketdim. Hay. Buning rostdan puli bormi? Bu mushliga o'xshaydi-yu. Puli bor, o'zim ko'rdim. Hay. Da ovqatlantirgan olib boraylik. Davay, ketdim. Mr. Gon. What name was the food? Mana somsa karishkali, go'shtli, sassiskali. Tushunmaydi-yu. Samsa, goshli. Kartoshkali. On chicken. This sassiska. Hot dog. Oh, good. Ye. 76 yuma, 76 ming so'm mana. Dollar. Okay. Stop. What? This is soul food. Restoran. Samsa. Can't be beautiful. Bu bunga yoqmayapti. Samarqand Buxoroga olib borlaring, aytgan pulingni beraman deyapti. Jinnimisan? Yo'q, uzoq-ku. 2-3 kun vaqtimiz ketadi. Nima qildingsan unda? Bitta yo'li bor. Faqat asli ichirib qo'yish kerak. Wow! This is Registan. Eshik yopiq ekan, bo'lmasa olib kirardim. Beautiful. This is fake Registan, fake. Nima? O'zingizdan fake tushundingmi? This is original. Xohlasang Buxoroga olib boramiz. Oh, yes. Jinnimisan uzoq-ku. 5 metr narida maket turibdi. Buxoro. Stop. Foto. Photo, yes. Money, foto. Yes. Ichkarida qizim do'koni bor. Kakra savdosi bo'lmayotgan ekan. Ham yordam qilamiz, ham soqqasini olamiz, nima deding? Ketdi, nimani kutamiz? Mister. Is this woman dress? Unisex. Okay. Shu to'rtta yana tiqish kerak. Bonu ketmayotgan qaysi biri edi? 5lik 1000 shuni bo'ladi. 500 ming. $500. Okay. Bu 500 dollarga ko'ndirdim. 200 saniki 300 maniki. Sog'. G'ulom aka, musofir-u. Aldab yaxshi ish qilmayapmiz lekin. Money? Ay, soling mamalarni hammasini masga qo'ying. How much? Tekin, ovur. Qanaqa tekin? $100. Okay. Tekin narsa yo'q. Qale, Registon yoqdimi? Good. I need apartment. Nima so'rayapti? Kvartira. O, kakras o'zimizdan joyga olib boraylik. Ya, unaqa joy so'ramayapti. Mani ikkinchi uyimga boramiz, yur. Ikkinchi uy? Xonsaroydan uying bormi? Ha? Qaysi pulga olgansan? San nima ishing bor? Ana unga narx ayt. Nech pul aytamiz? $3000. Bro. 3000. Ko'p aytib 10x. Okay. Shunaqa klientdan yana 10 ta bo'lsa-chi, Xonsaroy shirin hayot degan loyihasidan ham bitta uy bosib yuborardim. Ishtahing karnegi va? Karnay bo'lish kerak-da. What? Mister, this is fake information. Ya very much gapirmay. Nima deyapti? Ixtilab qopti. Cho'rniga tiqor. Qancha ishlading? 4000 bor. Oo, endi chet elga ketib dam olib kelish kerak. U yoqda bizga o'xshaganlar yo'qmi-ki? Jinnimiz. O chet el-ku. Uni ustiga sen inglizcha bilasan. Hech kim bizni aldolmaydi. I feel good. Na. I knew that I would not.